Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli aka-ukalar, sog' salomat yuribsizlarmi? Bugun sizlarga bir noodatiy videolardan mashina o'yinga qo'ymoqchi edim. Shunga sizlar nima deysizlar? Sizlarning ham bir fikringlar qiziq edi men uchun. Shuni qanday qilsak ekan bo'ladi? Yangi mashina qo'yamizmi, eskimi? Bir sizlarning maslahatinglar kommentariyaga muhim bo'lib turibdi. Xo'sh, misol uchun mana shu yerda hozir 14-yil Damas bor, 21, 2008, xullas Damaslarimiz bor. Ozmoz boru. Shunga nima maslahat berasizlar? Iloji bo'lsa shuni o'yinga startga qo'ysak, biletni qanchadan qilsak to'g'ri kelar ekan, shularni bir maslahat qilmoqchi edik. Agar to'g'ri kelsa, to'g'ri tushunsanglar, agar bir kommentariyaga fikringlar juda ham men uchun qiziq va muhim. Misol uchun aytaylik, bitta mashinaga bitta biletni shu 100 ming so'mdan baholab qo'ysak qanday bo'lar ekan? Keyin bir 10 kungami, 20 kunga uni o'yin bo'ladigan bo'ladimi, qanday bo'ladi? Bir shu narsaga tushunadigan, biladiganlar bo'lsa agar bir fikringlarni qoldirsanglar, agar shu 100 ming so'mdan bilet o'yin qilib turib shu startga chiqaramizmi? Keyin mana bu Qashqadaryodan kecha kuni menga bir akamiz telefon qilib shu maslahatni bergandilar. Shunday o'yin bizlarga bo'lyapti. Agar iloji bo'lsa shunda siz ham tashkillashtiring deb menga aytgandilar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar, hurmatli aka-ukalar? Shu ishimiz o'xshaydimi, qilsak, o'xshamaydimi? E'tiboringlar uchun ming rahmat. Kanalimizga yangi bo'lganlar bo'lsalar, agar like bosib, podpiska qilib, qo'llab-quvvatlab turishinglarni so'rab qolamiz. Xo'sh, nima deysizlar? Boshlaymizmi, boshlamaymizmi? Shu ishga ikkilanib, hayajonlanib turibman. Fikringlar muhim, aziz jigarlarim. Maslahatinglar uchun rahmat, sog' salomat bo'lasizlar. Qani shu videodan keyin endi bir aniq qarorga kelamizda, Xudo xolasa.